Atışlar soğuduğu yaman dese taz qaylamayız. Ticaret degan gapni egizdan tushamaydigan bir yurtlar. Bu dal atuş. Atışlıklarni Şinjandagi soğuduğu en mayır kişiler deb aytishga bo'ldi. Tövəndə biz atışlıklarning g'aybatini chiqaylik. Çoğundan şundaq deydigan atışlıklar bir mo'chanda sarangida ballarga 5 tiyindan satqizib, ziyon bo'lsin, shundaq ballarga kichikdan savdo qilishni o'rgatadi. Darvaqa atış ballarga kichigidilla savdoni sinib cho'ngdi ekan. Sizlarga bu to'g'riliq bir hikoya so'zlab beray. 2000-yillarda atışlık bir ada shahar cho'glab kelmamda debla Urumchi keldi. Hatto 10 kun Urumchida o'ynab, yendiki pullarni xashlab 100 yuan atrofida pul qoladi. Shuning bilan u Urumchida bir tijorat qilmamda deb cho'glab yurib, ishkin doktorxonaning oldida bir axlat to'nining yendiki axlatlar chechilib yotgan bir joyga ko'z tushdi. Surishtirib yurib, bu joyga igdorchilik qilgan bir odamdan bu joyni noat tuvan bahada ijaraga oladi. U odam bu bekor joyni ijaraga bera olganidan xush bo'lib, o'ylisdagi ishlatmaydigan yog'ochlarni bu odamga beradi. Bu odam 2 kun apilishib, axlatlarni tozalab, yog'och tuyruqlarni tiklab, suyovlarni o'rab bir bo'tki shaklda do'kon yasab oldi. Ondan atrofni ko'zitib, bu joyda bolalar kiyimlarini sotishga mos kelganligini his qilib, pifoga berib, atishlik yurtdoshlarni izlab, nisiga bola kirib, savdosini boshlaydi. O'rinning yaxshiligi, bahoning muvofiqligi, setishga mayirligi bilan oz kunlik savdosi jonlanib, o'zi yetisholmay 2 qizni do'konga ishlatadi. Bu odam shu holatda taraqqiy qilib, bir necha yilda 3-4 yurish uy oladi, do'konni kengaytirdi. U odamdan sen qandoq bir kuch bilan mushta boshqalarning yurtida yanada mablag' yo'q holatda, xuddi o'yin o'ynagandeklar do'kon ichib eglik tiklashga jur'at qila oldi desak, u odam biz atishliklar kichigimizdan shunday tijoratga ko'ngan deydi. Uning deyishicha 5-6 yosh chog'lardan boshlab o'rim samsoqlarni bo'yniga yo'g'ib olib samsoq sotadi ekan. Sulyo holati kamchil shu davrlarda mevchi va saykukta setib olganlarniki oqida yurib, narsalarni ko'tirish berib yurib sulyo holati sotadi ekan. Shunga atishliklar savdo kursini bayqash va pul tepishda har vaqt boshqalardan chaqqan chiqalaydi. Yana biri ularningki qo'llash eng nihoyat kuchli. Bir atishlik maktabdashimiz bilan maktab bitirish oldida egilik tiklash to'g'riliq paranglashib qoldi. Bizning eng chong boshqa tiqchilligimiz egilik tiklashdagi mablag'ni qanday hal qilish. Lekin u deydi bu ishlar men uchun cho'ng masala emas. Yaxshi bir savdoni topsamlar cho'ng dadamga deyman, jamoatimizni savdogarlarga cho'ng dadam tuqqanlarni yig'idi maqsadni deymiz. Tuqqanlar har tarafdan kuch chiqarib, mablag' chiqarib, aql chiqarib bu ishlar hal bo'ldi deb. Degandeklar maktab bitirib uzun bo'lmay uning ishlari nihoyat o'ngishli holatda yaxshi rivoj topdi. Yana bir atishlik donishimiz savdodan mag'lub bo'lib, tag'isdan panohlik izlab berdi, uni o'ziga yordamchi qilib ishkirga ketdi. Ular ishkirda raqs savdosi bilan shug'ullanadi. Ularning deyishicha, yuqori pallaga yetgan vaqtida atishliklar Şinjandagi raqs savdosiningki 80% ni qo'lga olgan ekan. Hozirmi Şinjandagi raq va parda savdosining xeyli bir qismini atishliklar qildi ekan. U donishimiz ishkirga borgandan keyin dastlab bir mazgil raqlarni davolashlarni qildi. Undan keyin raqlarni tekshirib o'tkazib olishini qildi. Ondan raqlarni to'nish, tanlash, buyurtib to'qitishlarni o'rgandi. 2 yillardan keyin u Urumchidagi tag'isining bir do'konini bosh bo'lib ochdi. Undan keyin tag'isi sen savdoda pishib yetildi, hamda ayrim qil deb bir do'konni jiyaniga o'tkazib berdi. Atishliklar orasida shunday bir-birini yo'lash, qo'llash, hamkorlik misollari nihoyat ko'p uchraydi. Bir qashqarlik akamiz deydi, "Men atishliklar savdoga yomon desa, toz qoyil emas. Savdo kursini bayqash, pul tepishlarda biz qashqarliklar hargiz atishliklardan ojiz emas. Lekin mening atishliklar qo'l qo'ydigan yerim, ular bir-birini qo'llaydi. Ittifoq savdo qildi. Bu jihatdan biz qashqarliklar atishliklar bilan teng tura olmaymiz" deb.